bir de duo esdan chiqibdi. Подожди, ey, bak Shu joyga boramiz. qarashu boramiz. Haqiqatdan boramiz. Bitta eng kerakli duo esdan chiqibdi. Yaqinda bunday kelayotgandik. Bitta gayi bunday to'xtatdi o burchakda bizni. To'xtatdi tushdi, bu tushdi men shopirim. Tushdi, oting nima desam, Rahmon berdi dedi. Rahmon bergan bo'lsa, sen bitta odam berma, shayton bermasin dedim. Rahmon bersin, boshqa ham bersin. Yana bir Oqilbek degan davlat avtomobil nazoratini odamga kelgan ekan, ishchimyonliklar turib menga telefon qilishib, shuni duo qiling deyishdi. Men aytdim, nasihat duo qabul bo'lmasdi. Desam, yo'q, bag'ini dazmol qilamiz deyishdi. Dazmol qilmasa ham mayli, boshqa qilmasa ham mayli. Oqilbek o'z hazrat aytdilar-ku, yarim nasibasi bo'lib, unda hammasi ham bor ekan u Oqiljonda. Men Rahmon berdi bo'lsa, endi juda randalangan bor ekan. Men gaylardan ham o'zim olib yuraman-da. Ancha chiroyli ishlarni qildi. Unikini Xudo to'ldirib qo'ysin. Yaxshi o'g'il qizlar, farzandlar bersin. Hozir bu nimani qayerga boramiz endi? Yaqin. Voy, o'rtoq danchilar. Hamma dunyoni danchilar Rahmon berdi bilan mana shu Oqilbekdan ibrat olsin. Yashasin Yozyovon.